Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Polshadan O'zbekistonga yoki Polshadan bir shahardan boshqa shaharga pochta yuborish haqida ma'lumot beraman. Hozirgi men yuborayotgan pochta bu Polshaning ichida bo'ladi. O'zbekistonga yaqinda keldim. O'sha ba'zi aksessuarlar, magnitlar, suvenirlar so'rashganida hozir shuni men Shetsindan Leshno degan shaharga yuborishim kerak. Mana tayyor qilib endi korobkasini topdim, upakovkaga qilib oldim. O'lchamlari tayyor. Buni o'lchab olamiz bir qator. Mana shu o'lcham bo'yicha keyin kiritishimiz kerak ma'lumotlarni. Bo'yi 11, 12, uzunligi 32, 33 shunaqa kelyapti. Eniga 24. Xo'p, demak, pochta upakovka qilganimizdan keyin agar O'zbekistonga jo'natadigan bo'lsak, O'zbekistonga eng arzon pochta xizmati bu menimcha Pochta Polska bo'lsa kerak, davlat pochtasi. Unda ham mana shunday qilib upakovka qilib olasiz. Yuborayotgan narsangiz agar hujjat bo'ladigan bo'lsa, oddiy konvert berishadi pochtaning ichida. Ana shu konvertga bu yoqqa yuborayotganman, bu tarafga yo'q, o'zingiz ism, familiyangiz, telefon raqamlaringiz, ma'lumotlaringiz, bu yerdagi manzillaringiz, bu yoqqa yuborayotgan manzilingiz, agar O'zbekistonga yuborayotgan bo'lsangiz, O'zbekistondagi manzilingiz, telefon raqamlar, pochta indeksi albatta yozilishi shart. Mana shularni yozasizda, pochta bo'limiga olib borib kiritib yuborsangiz, agar tez yetib boradigan variantini tanlansa, kilogrammiga, o'lchamlariga qarab ular summasini aytishadi. Adashmasam bir hafta 10 kunda yetib boradi tezkori. Agar sekinroq boraversin desalaringiz, 25 kun atrofida taxminan Polshaning istalgan shaharidan O'zbekistonda ishlaydigan hududiga yetkazib borishadi. Masalan, kiyim, kechak, biror narsalar aynimaydigan narsa yuborsalaringiz, bemalol o'sha 25 kunlik tanlansa, narxi arzonroq bo'ladi. Mana shunday qilib yuborish mumkin. Men hozir Polshaning ichida yuborayotganim uchun buni Inpost pachkamat orqali jo'nataman. Shuncha o'lchamlarini olib oldim va men programmani bu yerda, xo'p, kamerani yoqib olsam, ekranning zapisi aniqrog'i. Inpost prilojeniyasi bor. Mana Inpost prilojeniyasini o'rnatganman. Registratsiyadan o'tib olinadi. Shu telefon raqami, elektron pochta manzillarida registratsiya qilib olsalaringiz, har doim kiritib o'tirmaysizlar. Shundan keyin mana yangi jo'natma tanlaymiz. Mana birinchisini tanlayman, Naday. Yangi jo'natish. Demak, bu yerda variantlar bor. Pachkamatdan pachkamatga, pachkamatdan uyga variantini tanlaymiz. Ya'ni men hozir buni pachkamatga borib tashlayman. U yerda ham pachkamatdan qabul qilib olishadi. U yerda pachkamat manzilini berishgan menga. Xo'p, demak, pachkamatdan pachkamatga tanladim. O'lchamlari bu yerda mini, kichik, o'rtacha va katta razmerlar turibdi. Meni hozirgi o'lchovlarim bu yerda o'rtachasiga to'g'ri keladi ekan. 19 ga 38, 64, 25 kilogramgacha degan variantini tanladim. Chunki kichkinasida 8, 38, 64 deyapti. Bu meniki 12. Agar 8 ni tanlab qo'ysam, pachkamatni haligi eshigi ochilganda mana bu sig'maydi gabarit. Shuning uchun men kattaroq variantini tanlashga majburman. Garchi uzunligi va eni kichkinaga to'g'ri kelsa ham, bo'yi mana bu kengligi to'g'ri kelmaydi. Shuning o'rtachasini tanladim. Narxi 18.99 zlotix deyapti. 19 zlotix deylik. Dollarda 5 dollarga yetib bormaydi xullas. Xo'p. Qabul qilib oluvchi insonning ismi yozamiz, ismi, familiyasi, telefon raqamlari, mana telefon raqamlari bor edi. Hozir topib kiritib qo'yishimiz kerak. Telefon raqamlarini kiritamiz. Elektron pochtalari hozir ular yozib yuborishganda menga. Elektron pochtalarini kiritamiz. Hop. Pachkamatni tanla deyapti. Manzilni yozamiz. Hop, Mikolaya Reya 39. Mikolaya 39 Leshno. Hoppa.
o'sha pachkamatni nimasigacha chiqarib berdi. O'sha pachkamatni o'ziga, o'sha manzildagi pachkamatni chiqarib berdi. Tanladim o'sha pachkamatni o'zini. Demak, xo'p, ism, familiya, telefon raqam, elektron pochta va pachkamat raqami kiritildi. Dalay qilamiz. Jo'natayotgan odam men o'zimdan daniyalarni kiritib qo'yganman. Ism, familiyam, telefon raqam, elektron pochta, manzilim va bu yerda to'lov turi bor. Apple Pay'dan to'lab olamiz. Xo'p, daniylar hammasi kiritildi. Ketdi. To'lovni amalga oshiramiz. Hoppa. To'lov amalga oshirildi. Super. Elektron pochtaga nimalar kelishni boshladi, xabarlar. Endi mana kod nadaniya bor. Buni hozir men endi InPost pachkamatni oldiga boraman. Mana shu kodni kiritib pochtani jo'natib yuboraman. Ularga keyin kuryer keladi, pochtani olib boradi. Ular biz belgilagan manzildagi pachkamatga kiritib qo'yishadi. Shu bilan ularga SMS keladi. Sizni pachkamatga yetib keldi yukingiz deb. Ular kelishadi, bemalol o'sha kod odbyor deydi. O'sha kod odbyorda pachkamatda yozib, kiritib bemalol pochtalarini olib olishlari mumkin bo'ladi. O'zbekistonga ham xuddi mana shunday InPostdan bilmadim, DHL degan kurierskiy slujbadan jo'natsa bo'ladi, lekin adashmasam uni narxi qimmat edi. Qimmatroq bo'ladi, to'shni summasini o'sha o'lchamlari va og'irligiga qarab chiqarib berishadi. Xullas, pochtani mana shunday qilib O'zbekistonga bemalol jo'natishlaringiz mumkin bo'ladi yoki pochta polchani ichida. Salomat bo'linglar, hozir men pachkamatga borib, u yog'ini ham ko'rsataman. Do'stlar, mana InPost pachkamatiga yetib keldik. Bu yerda mana tilni tanlaymiz. Xo'p. Naday pachka, odbyor pachka. Bu pachkani olish, bunisi berish. Ya'ni solish. Xo'p, endi bu yerga kod kiritamiz. O'sha kod nadaniyasi bor, ana shuni kiritamiz. Kodni kiritdik. Tasdiqlaymiz. Va mana bizga yacheykani ochib berdi. Yacheykani tiqamiz, yopamiz. Shu bilan qarabsizki ketdik. Tamam. Mana biz pochtani berdik. Endi u yoqdan qabul qilib olishsa bo'ldi.